orqamda turgan komplektning narxi 20 milliondan ancha arzon. To'liq obzori ko'rib turing, narxi qanchaligini videoni oxirida aytaman. Shkafdan boshlaydigan bo'lsak, bo'yiga 220, uzunligi 230, glubinasi 60 sm. Shkafimizni umumiy olganda 3 ta qismdan iborat. Birinchisi murskoy seksiya, unda ikkita shtanga shimga ko'yniga alohida, undan so'ng polishniy seksiya va oxirisida bo'lsa женский seksiya joylashgan. Shkaf tumba trimodagi ruchkalar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ularga o'chib ketmaydigan parashkoviy kraska sepilgan. Shkafdan to'g'ri podyon mexanizmiga ega bo'lgan temir karkasli kravatga o'tamiz. Kravatning gabariti 1.90 ga 220, unga 1.80 ga 2 razmerda matras ketadi. Kravatning sargisi va spinkasiga Rossiyaning Ametist firmasining Ragoshka materialidan foydalanilgan. Karkasi rossiyskiy temir profildan. Trimogotsy Trimoyimizning oynalari Rossiyaning Nikon firmasiniki. Tortmani mexanizmlari Xitoyda ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, komplektimizda ikkita tumbasi ham bor. Komplektimizning to'liq narxi 13 million so'm.